Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Uyg'ur diyorining Aqsu viloyatining Baynayisi Sug'un ko'mirkinida 18-sentabr kuni yuz bergan voqea bugunga qadar davomlashmoqda. Uyg'ur diyorining ichi va sirtidagi Uyg'urlarning diqqat nuqtasi bo'lgan bu xabarda boy fidoyilarining atrofliq planlashi va uzun vaqt so'zilgan qarshilik ko'rsatish harakati Uyg'urlarga ro'y jihatdan tasalli bo'lmoqda. Çetelerdeki dinli ziyaliler birdek bay bidaylarının teşkillik, planlık ilip bargan bu qitimlik hareketiga öz göz qarashlarını oturup koydu. Şivsiyada yaşavatkan siyasi faaliyetçi Abdullah Kökyar bu vaqalar toğrusida berilgen xabarlarını yakından anlap turvatkan bulup, u öz fikrini bayan qilib sorgan suallarımızını mundaq cevaplandırdı. Assalamu alaykum hurmatli Abdullah efendim. Siz Aqsuning Baynayisida 18-sentabr bo'lgan voqea qarta qandaq baho berasiz? Nemeli bo'lmasin, endi bu voqeaga baho berishdan ilgari tuvandikidek 4 nuqtani oydinlashtirib olishga to'g'ri keladi. Birinchi, mamlakatimizningki to'g'ri ism bilan atalishi bek muhim. U bo'lsa-mu, vatanimizning ismi Xinjiang emas, Sharq Turkiston. Ikkinchisi, mamlakatimizda xalq ommasining Xitoy mustamlikasiga qarshi uzoqdan beri elib berayotgan har xil turdagi umumiy qarshilik harakatlari, mayli tinchlikni asos qilgani bo'lsin, mayli qurolliq turdikisini asos qilgani bo'lsin, hammasi Xitoy mustamlikasidan mudofialanish, Sharq Turkistonning egilik huquqini qo'g'dash, Sharq Turkistonning tabiiy boyligini qo'g'dash, xalqning e'tiqodiy erkinligini qo'g'dashni maqsad qilib elib berilgan qonunliq bir qarshilik harakatdan iborat. Buni qalbimizda aniq qilib olishimiz kerak. Xitoyning Sharqi Turkistonni Junguning territoriyasiga majburiy qetib olish xiyoli amalga oshmaydigan bir tushdan iborat. To'rtinchisi ham shu Uyg'urlar e'tiqod qilayotgan islom dini olam shumul tinchlikni tashabbus qiladigan bir din bo'lish bilan birga mustamlikka, zo'ravonlikqa, zulmga qarshi maydoni aniq bo'lgan bir din. Uyg'ur diyoridagi voqealarning ko'plab sodir bo'lishining asosliq sababi nima? Rayonda mustamlik bor, Xitoyning zulmi bor, Xitoyning zo'ravonlik harakatlari bor, Xitoyning Sharqi Turkistonning tabiiy boyligini talon-taroj qilishda qonunsiz harakati bor. Xitoyning Sharq Turkiston xalq ommasining e'tiqodiga hurmat qilmaslik, uni yo'qotish, uningga qarshi turishdek aksin inqilobiy ming yush harakati ham bor. 60 necha yildan beri bor bo'lgan ekan, cho'qim bu yerda shunday qarshilik harakati mayli u tinchlikni asos qilgan bo'lsin, mayli qurolliqni asos qilgan bo'lsin, undaq ishninki bo'lishi tabiiy bor. Bu bo'ladi. Baydiki fidoylarning 25 kundan buyon tutilmay qarshilik harakatlarini davomlashtirayotganligiga Uyg'urlarning mustaqillik harakatiga qanday ijobiy ta'sir paydo qilyapti deb qaraysiz? Fidoylarning 20 necha kundan beri tutilmasligi ularning zodi Xitoy askarlariga ajallik zarba berib, yaxshi bir plan loyiha bilan hozir qadar putrab turalishi, hamda bu Uyg'ur millatiga bir taraf umid bag'ishlasa, ikkinchi bir tarafdan mana Sharqi Turkiston davosini xalqaroliklashish qadamini tezlatishga alohida foydasi bor buningga. Endi bu Xitoyning ulushini yoki Uyg'urning ulushini dunyo xohlamaydi. Bizmi ham xohlamaymiz, Sharq Turkistonliklar ham xohlamaydi. Mayli Xitoy olsun, o'lmasin, Uyg'ur olsun, o'lmasin. Lekin Xitoy Sharq Turkistonni besib olmasin, Sharq Turkiston Xitoyni besib olmasin. Bu xalqaroda birdan-bir e'tirof qilingan prinsip, bu bizningki Sharq Turkiston xalqininki umumyuzlik prinsipi. Sizcha Uyg'ur fidoyilarining yetmoqchi bo'lgan eng oliy nishonni nima deb qaraysiz? Xitoyni o'ltirish Sharq Turkistonliklarningki eng oliy nishoni emas. Sharq Turkistonlikning eng oliy nishoni Xitoyni o'zining haddini bilgizish. Ya'ni Xitoy Sharq Turkistonni tashlab, o'zining zaminida tinch yashash, Sharq Turkiston xalqi o'zining zaminini o'zi gullantirib, o'zining zaminiga o'zi ega chiqib, o'zining e'tiqodiga o'zi ega chiqib, Xitoyga bir ayliqi tinch qo'shni bo'lib yashash bir orzusi bor. Bu orzusini amalga oshirib qo'ymay Xitoylar o'zi besib kelib, tig'chinab, eningdan keyin bu xalqni shunday tig'chinashga majbur qilib,
maydonga so'rab chiqyotdi. Ammo shu 100 nafar Xitoy askarining o'lishigimi shu Xitoy kommunist mustamlikchi hokimiyati mas'ul deyishga bo'ladi. Uyg'ur fidoyilarining qarshilik harakatlarida zo'r ilgirlashlar bo'lganligi, Uyg'ur diyorida Xitoy doiralarining qatma-qat nazorat ostida shuncha ko'p Uyg'ur fidoyilarining bir yerga jam bo'lib, zamonaviy qurol-yarog', sonsiz askari kuchga ega bo'lgan, son texnika jihatdan mutlaq yuqori ustunlikka ega bo'lolmay turibmi, o'zining jangovar fidokorlik ro'yini namoyon qilib, qarshilik ko'rsatayotganligini ma'lumlashtirdi. Gollandiyada yashayotgan diniy ziyoli Husaynjon Tajalli bay fidoyilarining harakatiga yuqori baho berdi va o'z ko'z qarashini bunday ifoda qildi. Uyg'ur fidoyilarining qarshilik harakatlarining taktik va usul jihatda o'zgarish bo'ldimi? Bir qancha yil mobaynida Sharq Turkiston xalqi elib berayotgan Xitoy zulmiga, Xitoy ishg'oliyatiga qarshi elib berayotgan harakatlari, Xitoyning ma'lum davlat bayramlari va yoki bo'lmasa Xitoyga simvol bo'lgan ma'lum kunlarga to'g'rilab elib berilyapti. Bu qitimliq Sharq Turkistonning Baynoyisida Xitoy qarshi elib berilgan partizanlik qarshilik harakati Xitoyning davlat bayramiga to'g'ri keldi. Demak, bizning xalqimiz Xitoy qarshi mujodala, Xitoy qarshi harakat elib berishda ma'lum saviyaga qarab taraqqiy qilyapti. Demak, bu Xitoy yaqinchi dunyoda jar qilayotgan bo'lsa-mu, o'zini kuchli ko'rsatayotgan bo'lsa-mu, yana ichki jihatdan oid ojizligini, o'zining bechorligini, o'zining haqiqiy ishg'oliyat ekanligini bugun bu bizning partizanlarimizning amaliyati orqali o'zining ojizligini ifodalab qo'yapti. Inshaalloh bu partizanlik harakati balkim xil uzungacha so'zilishi mumkin deb qaraymiz. Sizcha bu fidoyilik harakatlaridan Uyg'ur xalqi qanday tajribalarni to'pladi deb qaraysiz? Haqiqiy amaliyatchil mujodala qiladigan haqiqiy partizanlarning, qahramonlarning o'tirg'i chiqishi bilan bu millat undan ilhom oladi, u millatga kelgusida chiqadigan tayanchlarga ruhiy oziq bo'ladi va Sharq Turkistonninki mustaqillik uchun bundan keyingi Xitoyga qarshi harakatlarimizga u bir yo'nalish belgilab turdi va bir mash'al bo'lib atrofimizni va bizning mujodilamizni yo'ritib berdi. Ya'ni bu qitimliq harakatninki strategik o'rni, bu qitimliq harakatninki planliq bo'lishi, bu qitimliq harakatninki Xitoyga qaqshatqich zarba berishi va buni Xitoy armiyasi yo'qishtirolmay bugünkidek ikki haftaga chorliqdimi bularni topolmay yurganligi albatta bizning xalqimizga bu zolim Xitoy hokimiyati kuchli bo'lsa-mu, buning qaqshatqich zarba belgili bo'ldi ekan va g'alaba qilg'ili bo'ldi ekan va bu mujodilani, bu partizanlik urushini uzun muddat davom qilg'ili bo'ldi ekan va Xitoyni zolim hokimiyatini titretkili bo'ldi ekan va deydigan mana bu umidni bizning xalqimizga, bizning yoshlarimizga, bizning bundan keyin Xitoyninki tajovuzchilik harakatiga qarshi elib boradigan harakatimizga nihoyat cho'ng ta'sir bo'ladi deb. Bu qitimliq harakat Xitoyning bir mag'lubiyati, Xitoyning bir rasvo bo'lishi hisoblanadi.